Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar. Bugun men pensiya oladigan har bir inson, pensiyaga yaqinlashayotgan har bir fuqaro va uyda ota-onasi. Buvisi yoki bobosi pensiya oladigan har bir oila uchun juda muhim bo'lgan masalani tushuntirib beraman. Gap pensiya guvohnomasi bekor qilinayotgani. Ya'ni endi ko'p joylarda eski qog'oz guvohnoma asosiy hujjat sifatida talab qilinmasligi haqida ketmoqda. Bu xabarni e'tiborsiz qoldirmang. Chunki oddiy bir hujjat masalasidagi o'zgarish nafaqa olish, imtiyozlardan foydalanish, dorixona, transport, kommunal to'lovlar yoki bank xizmatlarida sizga bevosita ta'sir qilishi mumkin. Men bugun sizga avval qanday edi, hozir nima o'zgaryapti, kim xavotir olish kerak, kim xavotir olmasa ham bo'ladi. Qaysi holatlarda muammo chiqishi mumkin va bunday vaziyatda nima qilish kerakligini oddiy tilda misollar bilan tushuntiraman. Videoni oxirigacha ko'ring. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling va like bosib qo'ying. Chunki bunday ma'lumotlar ko'p odamga vaqtida yetib borsa, ortiqcha sarsonlik, navbat va tushunmovchiliklarning oldi olinadi. Avvallari pensiyaga chiqqan fuqaroning qo'lida pensiya guvohnomasi bo'lardi. Ko'pchilik uni kichkina kitobcha yoki maxsus hujjat sifatida biladi. Unda fuqaroning familiyasi, ismi, otasining ismi, pensiya turi, pensiya tayinlangan sana va ba'zan boshqa ma'lumotlar ko'rsatilgan bo'lardi. Pensiya oluvchi odam qaysidir tashkilotga borsa, masalan, dorixonaga, transport idorasiga, dam olish maskaniga, tibbiyot muassasasiga yoki biror imtiyoz so'ralsa, shu guvohnomani ko'rsatardi. Tashkilot xodimi ham pensiya guvohnomangiz bormi deb so'rardi. Endi esa davlat xizmatlari bosqichma-bosqich raqamlashtirgani sababli pensiya oluvchining maqomi ko'p hollarda elektron tizimlar orqali tekshirilmoqda. Ya'ni odamning pensiya oladimi yoki yo'qmi, pensiyasi qaysi turda, u haqiqatan ham pensiyadami, bularning barchasi tegishli bazalarda ko'rinadigan bo'lib boryapti. Shu sababli eski tartibdagi qog'oz pensiya guvohnomasi ayrim holatlarda avvalgidek majburiy hujjat bo'lmay qolmoqda. Asosiy ma'no shuki, pensiyachilik maqomi qog'oz kitobchaga emas, elektron ma'lumotga bog'lanmoqda. Bu yerda eng muhim jihatni aniq aytaman. Pensiya guvohnomasi bekor qilinishi pensiyaning o'zi bekor qilinadi degani emas. Pensiya to'lovlari to'xtaydi degani ham emas. Fuqaro pensiya yoshiga yetgan, zarur ish stajiga ega bo'lgan yoki qonunda belgilangan boshqa asosga ega bo'lgan bo'lsa, uning pensiya olish huquqi saqlanadi. O'zgarayotgan narsa pensiyaning mavjudligini tasdiqlash usuli. Ya'ni qog'oz guvohnoma o'rniga elektron ma'lumot, shaxsni tasdiqlovchi hujjat va tegishli tizimlar orqali tekshirish amaliyoti kuchaymoqda. Ilgari ko'plab joylarda pensiya guvohnomasi bo'lmasa, odamning ishi yurishmay qolardi. Masalan, 6-8 yoshli otaxon avtobusda imtiyozdan foydalanmoqchi bo'lsa, haydovchi yoki nazoratchi guvohnoma ko'rsating derdi. Agar guvohnoma uyda qolib ketgan bo'lsa, otaxon o'zini pensioner ekanini pasport orqali tushuntirishga majbur bo'lardi. Lekin hamma joyda ham bunga rozi bo'lishmasdi. Yoki 63 yoshli ayol dorixonada chegirma yoki ijtimoiy imtiyoz so'rasa, undan pensiya guvohnomasi talab qilinardi. Hujjat yo'qolgan bo'lsa, qayta tiklash uchun idora yurish kerak bo'lardi. Hozirgi yondashuvda asosiy urg'u shaxsni aniqlashga va ma'lumotni bazadan tekshirishga qaratilyapti. Fuqaro pasporti yoki ID kartasi orqali taniladi. Tizimda uning pensiya oluvchi ekanligi ko'rinadi. Bu albatta odamlar uchun qulay bo'lishi kerak. Chunki har bir pensioner cho'ntagida alohida guvohnoma olib yurishi shart bo'lmaydi. Hujjat eskirib qolishi, yirtilishi, yo'qolishi yoki undagi yozuvlar o'chib ketishi kabi muammolar kamayadi. Lekin amaliy hayotda hamma narsa birdan ideal bo'lib ketmaydi. Men ko'p murojaatlarda shuni ko'raman. Qonun yoki tartib o'zgargan bo'ladi. Lekin joylardagi ayrim xodimlar eski odat bilan baribir pensiya guvohnomasi olib keling deyishi mumkin. Ba'zi tashkilotlarning ichki tizimi hali to'liq ulanmagan bo'lishi mumkin. Ayrim qishloq hududlarda internet sust ishlaydi. Ba'zi keksa fuqarolar elektron xizmatdan foydalanishni bilmaydi. Demak, o'zgarishning mohiyatini bilish bilan birga, muammo chiqqanda qanday harakat qilishni ham bilish kerak. Birinchi navbatda, qo'lida eski pensiya guvohnomasi bor, lekin pasporti yoki ID kartasi muddati o'tib ketgan fuqarolar e'tiborli bo'lishi kerak. Chunki yangi tartibda sizni ko'p joyda aynan shaxsni tasdiqlovchi hujjat orqali tekshirishadi. Agar pasportingiz eskirgan, familiyangiz o'zgargan, tug'ilgan sana yoki boshqa ma'lumotlarda xatolik bo'lsa, tizimda mos kelmaslik paydo bo'lishi mumkin. Masalan, guvohnomada Karimova Halima deb yozilgan.
ID kartada esa familiya nikohdan keyin Tursunova bo'lib qolgan bo'lsa, ayrim xizmatlarda qo'shimcha tekshiruv talab qilinadi. Ikkinchi guruh bu nogironlik pensiyasi yoki boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi oluvchilar. Yoshga doir pensiyada holat nisbatan tushunarli. Odam ma'lum yoshga yetgan va pensiya oladi. Lekin nogironlik pensiyasi ma'lum muddatga tayinlangan bo'lishi mumkin. Tibbiy mehnat ekspert komissiyasi xulosasi yangilanishi kerak bo'lgan holatlar bor. Boquvchisini yo'qotganlik pensiyasida esa farzandning yoshi, o'qishi, ta'lim muassasasida kunduzgi bo'limda o'qishi kabi shartlar ahamiyatli bo'ladi. Shuning uchun bu toifadagi fuqarolar hujjatlarining amal qilish muddati va tizimdagi ma'lumotlar to'g'riligini tekshirtirib qo'yish kerak. Uchinchi guruh bu imtiyozlardan muntazam foydalanadigan pensionerlar. Masalan, bir kishi har oyda ma'lum dori vositalarini imtiyozli oladi. Kommunal to'lov bo'yicha yengillikdan foydalanadi yoki sanatoriy yo'llanmasiga ariza beradi. Bunday holatda oddiy pensiya to'lovi bank kartasiga tushib turishi yetarli bo'lmasligi mumkin. Tashkilot sizning aynan qaysi toifadagi pensioner ekaningizni aniqlashi kerak bo'ladi. Shuning uchun qo'shimcha ma'lumotnoma, elektron tasdiq yoki idoraviy tekshiruv kerak bo'lib qolishi mumkin. Agar sizning pensiyangiz har oy vaqtida tushayotgan bo'lsa, bank kartangiz ishlayotgan bo'lsa, pasport yoki ID kartangiz amalda bo'lsa, yashash manzilingiz va ism familiyangizdagi ma'lumotlar to'g'ri bo'lsa, odatda vahima qilishga asos yo'q. Qog'oz guvohnoma bekor qilinayotgani sizning pensiyangiz avtomatik ravishda to'xtaydi degani emas. Sizning huquqingiz tizimda saqlanadi. Masalan, 7 ming yoshli qo'lida OPA har oy 1 million 200 ming so'm pensiya oladi. Bank kartasiga pul tushadi. ID kartasi yangi, telefoniga bankdan SMS keladi. U kishining eski pensiya guvohnomasi uyda turibdi. Endi u guvohnoma yo'qolsa ham, bu pensiya yo'qoldi degani emas. Muhimi shaxsiy ma'lumotlar bazalarda to'g'ri bo'lishi va bank hisob raqami ishlashi kerak. Yana bir misol, Olmidim 6 yoshli Anvar aka guvohnomasini yillar oldin olgan, hujjatning muqovasi yirtilgan. Yozuvlar xira bo'lib qolgan. Ilgari bunday holatda u guvohnomani almashtirish haqida o'ylardi. Endi esa ko'p hollarda unga eski guvohnomani yangilashdan ko'ra pasporti, ID kartasi, pensiya tayinlanganligi haqidagi elektron yoki rasmiy ma'lumotnomani olish qulayroq bo'ladi. Ya'ni asosiy urg'u qog'oz kitobchani saqlashga emas, rasmiy ma'lumotning to'g'riligiga qaratiladi. Birinchi misolni olaylik. Nargiza opa Albiy yoshda, yaqinda pensiyaga chiqqan. Unga avvalgi avloddagidek alohida pensiya guvohnomasi berilmayotgani yoki undan foydalanish tartibi o'zgargani tushunarsiz tuyuladi. U demak, men pensioner hisoblanmaymanmi deb xavotir oladi. Aslida bunday emas. Agar pensiya tayinlash to'g'risida qaror chiqarilgan bo'lsa, pensiya to'lovi yo'lga qo'yilgan bo'lsa, fuqaro pensioner hisoblanadi. Guvohnomaning qog'oz shaklida berilmasligi uning maqomini yo'qqa chiqarmaydi. Ikkinchi misol. Rustam aka 67 yoshda tuman markazidan uzoqda yashaydi. U avtobusda yurish bo'yicha imtiyozdan foydalanmoqchi bo'ladi. Haydovchi undan eski pensiya guvohnomasini so'raydi. Rustam akaning yonida faqat ID karta bor. Bunday vaziyatda u janjal qilmasdan xotirjam tarzda mening pensionerligim elektron bazada tekshiriladi. ID kartam orqali ko'rishingiz mumkin deb tushuntirish kerak. Agar tashkilot baribir rad etsa, u holda ushbu xizmat ko'rsatuvchi korxona rahbariyatiga yoki tegishli tashkilotga yozma murojaat qilish kerak. Chunki joylardagi xodimlar ham yangi tartibga moslashishi lozim. Uchinchi misol. Dilbar opa nogironlik pensiyasi oladi. Uning pensiyasi muddatli tayinlangan, ya'ni tibbiy xulosa ma'lum sanagacha amal qiladi. Qog'oz guvohnoma bekor qilinayotgani bu yerda asosiy muammo emas. Asosiy muammo tibbiy xulosa muddati o'tib ketmasligi. Agar xulosa yangilanmasa, tizimda pensiya to'lovi to'xtatilishi yoki vaqtincha ushlanib qolishi mumkin. Shuning uchun nogironlik pensiyasi oladiganlar kalendarga qarab, tibbiy ko'rik va hujjat muddatlarini oldindan nazorat qilishi kerak. 4-misol. 19 yoshli talaba otasidan ayrilganligi sababli boquvchisini yo'qotganlik pensiyasini oladi. U maktabni tugatib, institutga kunduzgi bo'limga kirgan. Bunday holatda pensiya davom etishi uchun ta'lim muassasasidan o'qiyotgani haqida ma'lumot kerak bo'lishi mumkin. Agar bu ma'lumot vaqtida tizimga tushmasa yoki tegishli idoraga yetib bormasa, to'lovda uzilish bo'lishi mumkin. Demak, guvohnoma emas, balki asoslovchi ma'lumotning yangiligi muhim. Bu masalada eng katta xato shuki, odamlar guvohnoma bekor bo'lsa,
endi hech qanday hujjat kerak emas ekan deb o'ylab qolishi mumkin. Yo'q, bunday emas. Pensiya guvohnomasi alohida qog'oz hujjat sifatida talab qilinmasligi mumkin. Lekin shaxsni tasdiqlovchi hujjat doim kerak bo'ladi. Pasport yoki ID karta asosiy kalitga aylanadi. Agar sizning shaxsingiz aniqlanmasa, tizimdagi ma'lumot ham sizga bog'lanmaydi. Ikkinchi nozik jihat, elektron baza ham xatodan xoli emas. Ba'zan ismda bitta harf noto'g'ri yozilgan bo'ladi. Masalan, Oktam o'rniga Uktam, Gulbahor o'rniga Gulbahor yozilishi mumkin. Ba'zan tug'ilgan sana eski hujjatda boshqacha, yangi hujjatda boshqacha ko'rsatilgan bo'ladi. Ba'zan pasport almashtirilgandan keyin yangi ma'lumot barcha bazalarga bir xil tushmagan bo'ladi. Natijada fuqaro men pensiya olaman-ku, nega tizimda chiqmayapman deb hayron qoladi. Bunday holatda aybni darhol bir xodimga ag'darishdan oldin ma'lumotlarni solishtirish va rasmiy tartibda tuzatish kerak. Uchinchi jihat. Ayrim xizmatlar pensionerlikning o'zini emas, pensiya turini so'rashi mumkin. Masalan, yoshga doir pensioner, nogironligi bo'lgan shaxs, urush qatnashchisi, mehnat faxriysi, boquvchisini yo'qotgan shaxs yoki boshqa alohida toifa bo'yicha imtiyozlar turlicha bo'lishi mumkin. Shuning uchun men pensiyadaman degan gap hamma joyda yetarli bo'lmasligi mumkin. Ba'zi imtiyozlar faqat muayyan toifaga beriladi. Bu holatda tegishli ma'lumotnoma yoki elektron tasdiq kerak bo'ladi. To'rtinchi jihat, bank kartasi pensiya olish huquqini to'liq tasdiqlovchi hujjat emas. Kartaga pensiya tushadi, lekin karta faqat to'lov vositasi. Kartangizda pul bo'lishi sizga har doim barcha imtiyozlarni avtomatik beradi degani emas. Tashkilot sizdan shaxsni tasdiqlovchi hujjat va tizimdagi ma'lumotni tekshirishni talab qilishi mumkin. 5-jihat, ishonchnoma orqali pensiya olishda ehtiyot bo'lish kerak. Ba'zi keksa fuqarolar pensiyasini farzandi yoki qarindoshi orqali oladi. Agar pensiya guvohnomasi qog'oz shakli rolini yo'qotib, elektron tekshiruv kuchaysa, ishonchnoma, shaxsni tasdiqlovchi hujjat va bankdagi tartib yanada muhim bo'ladi. Ishonchnoma muddati o'tib ketgan bo'lsa, bank pul bermasligi mumkin. Bu pensiya bekor bo'ldi degani emas, bu hujjat vakolati tugagan degani. Birinchi qadam. Pasport yoki ID kartangizni tekshiring. Muddati o'tmaganmi? Ism, familiya to'g'rimi? Tug'ilgan sana aniqmi? Yashash manzilingiz bo'yicha ma'lumotlar yangimi? Shularni ko'ring. Agar hujjatingiz eski bo'lsa yoki ma'lumotlarda xatolik bo'lsa, avvalo shaxsni tasdiqlovchi hujjatni tartibga keltiring. Chunki barcha elektron tekshiruvlar shu ma'lumotga tayanadi. Ikkinchi qadam. Pensiya to'lovlaringiz muntazam tushayotganini nazorat qiling. Bank kartangizga pul qachon tushadi? Miqdor o'zgarganmi? Ushlanma bormi? SMS keladimi? Mobil ilovada ko'rinyaptimi? Buni tekshirib boring. Agar odatda har oyning ma'lum sanasida pensiya tushsa-yu, bu yoki kechiksa, darhol bankka va pensiya bilan shug'ullanuvchi tegishli bo'limga murojaat qiling. Bir oy kutib yurish kerak emas. 3-qadam. O'zingizga tegishli hujjatlarning nusxasini alohida papkada saqlang. Men tavsiya qilaman, ID karta yoki pasport nusxasi, stir bo'lsa, uning ma'lumoti, bank karta rekvizitlari, pensiya tayinlanganligi bo'yicha mavjud qaror yoki ma'lumotnoma, nogironlik bo'lsa, tibbiy xulosa, boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi bo'lsa, tug'ilganlik guvohnomasi va o'qish joyidan ma'lumotnoma. Ishonchnoma bo'lsa, uning nusxasi alohida turishi kerak. Bu hujjatlar har kuni kerak bo'lmasligi mumkin, lekin muammo chiqqan kuni sizni katta sarsonlikdan qutqaradi. 4-qadam. Agar biror tashkilot eski pensiya guvohnomasini majburiy talab qilsa, og'zaki bahslashib vaqt yo'qotmang. Xodimdan qaysi normativ hujjat asosida aynan qog'oz pensiya guvohnomasi talab qilinayotganini so'rang. Agar aniq javob bo'lmasa, rahbariyatga yozma murojaat qiling. Murojaatda men pensiya oluvchi fuqaro sifatida xizmatdan foydalanmoqchiman, shaxsni tasdiqlovchi hujjatim mavjud. Pensionerlik maqomim elektron tizim orqali tekshirilishini so'rayman deb yozish mumkin. Yozma murojaatning afzalligi shundaki, tashkilot unga rasmiy javob berishi kerak bo'ladi. 5-qadam. Elektron xizmatlardan foydalanishni o'rganing yoki yaqinlaringizdan yordam so'rang. Hamma keksa inson ham telefon orqali ariza berishni bilmasligi tabiiy. Lekin oilada farzandlar, nevaralar, qo'shnilar yordam berishi mumkin. Muhimi, shaxsiy ma'lumotlaringizni begona odamlarga bermang. SMS kod, bank karta kodi, plastik karta pin kodi, elektron raqamli imzo paroli kabi ma'lumotlarni hech kimga aytmang. Pensiya hujjatlarini tekshirtiraman deb firibgarlarga aldanib qolmaslik kerak. 6-qadam.
tuman yoki shahar pensiya jamg'armasi bo'limiga murojaat qilishdan qo'rqmang. Agar sizda mening ma'lumotim bazada bormi? Pensiya turim to'g'ri ko'rsatilganmi? Guvohnoma o'rniga qanday ma'lumotnoma olsam bo'ladi? degan savollar bo'lsa, tegishli bo'limdan rasmiy tushuntirish so'rang. Ba'zi holatlarda davlat xizmatlari markazlari orqali ham ma'lumotnoma olish yoki murojaat yuborish mumkin. Eng to'g'ri yo'l bu mish-mish emas, rasmiy javobga tayangan holda harakat qilishdir. Agar muammo chiqqan bo'lsa, murojaatni sodda, aniq va faktlar bilan yozing. Masalan, men falonchi yoshga doir pensiya oluvchi fuqaro sifatida falon tashkilotga murojaat qildim. Mendan pensiya guvohnomasi talab qilindi. Menda shaxsni tasdiqlovchi ID karta mavjud. Pensionerlik maqomimni elektron tizim orqali tekshirib, xizmat ko'rsatishingizni so'rayman deb yozish mumkin. Agar sizga rad javobi berilgan bo'lsa, qachon, qayerda, kim tomonidan, qanday sabab bilan rad etilganini yozing. Murojaatda hissiyotga berilib haqoratli so'zlar ishlatish kerak emas. Qanchalik tinch va aniq yozsangiz, masalangiz shunchalik tez ko'rib chiqiladi. Hujjat nusxalarini ilova qiling, lekin asl hujjatni hech kimga topshirib yubormang. Agar asli talab qilinsa, ko'rsatib, qaytarib olish kerak. Ayniqsa bank kartasi, PIN kod, SMS kod kabi ma'lumotlarni hech qachon murojaatga yozmang. Birinchi xato. Eski guvohnomani yo'qotib qo'yib, endi pensiyam ham yo'qoladi deb vahima qilish. Yo'q, pensiya huquqi bitta qog'ozga bog'lanib qolmaydi. Sizning huquqingiz tayinlash qarori, ish staji, yosh, qonuniy asos va elektron ma'lumotlar bilan tasdiqlanadi. Ikkinchi xato, hammasi elektron bo'ldi. Endi hech qayerga bormasam ham bo'ladi deb o'ylash. Agar ma'lumotda xato bo'lsa, nogironlik muddati tugasa, o'qish ma'lumotnomasi yangilanmasa yoki bank rekviziti o'zgarsa, baribir murojaat qilish kerak bo'ladi. Uchinchi xato, begona odamga hujjatlarni topshirish. Ba'zida kimdir men pensiya guvohnomangizni yangilab beraman, elektron bazaga kiritib beraman deb pul so'rashi mumkin. Bunday takliflarga ehtiyot bo'ling. Rasmiy xizmatlar faqat vakolatli idoralar, davlat xizmatlari markazlari yoki belgilangan elektron tizimlar orqali amalga oshiriladi. 4-xato, pensiya miqdorini tekshirmaslik. Guvohnoma masalasi muhim, lekin pensiya miqdori ham muhim. Agar ish staji qo'shimcha hujjatlar, arxiv ma'lumotlari keyin topilgan bo'lsa, ayrim holatlarda pensiyani qayta hisoblash masalasi ko'tarilishi mumkin. Shuning uchun pensiyaga oid barcha eski mehnat daftarchalari, arxiv ma'lumotlari, ish haqi bo'yicha hujjatlarni tashlab yubormang. Hurmatli tomoshabinlar, asosiy xulosa shuki, pensiya guvohnomasi bekor qilinayotgani yoki uning o'rnini elektron tartib egallayotgani pensiyaning o'zi bekor bo'ladi degani emas. Bu o'zgarish hujjat yuritish tartibiga, pensionerlik maqomini tasdiqlash usuliga va xizmatlardan foydalanish amaliyotiga taalluqli. Endi eng muhim hujjat sizning pasportingiz yoki ID kartangiz, tizimdagi to'g'ri ma'lumotlaringiz va zarur holatlarda rasmiy ma'lumotnomalaringiz bo'ladi. Men sizga tavsiya qilaman, bugunoq hujjatlaringizni tekshiring, pensiya to'lovlaringizni nazorat qiling. Imtiyozlaringiz qaysi asosda berilishini aniqlang. Muammo bo'lsa yozma murojaat qiling va hech qachon mish-mishlarga ishonib qaror qabul qilmang. Agar oilangizda pensioner ota-onangiz, buyingiz yoki bobongiz bo'lsa, ularga ham bu ma'lumotni tushuntiring. Chunki birgina tushunmovchilik keksa insonni bir necha kun idora sarson qilishi mumkin. Sizning hududingizda pensiya guvohnomasi bo'yicha qanday holatlar bo'lyapti? Tashkilotlar hali ham eski guvohnomani so'rayaptimi yoki ID karta orqali tekshiryaptimi? Izohlarda albatta yozib qoldiring. Boshqalar ham tajribangizdan foyda oladi. Video foydali bo'lgan bo'lsa, like bosing, kanalga obuna bo'ling va yaqinlaringizga ulashing. Men esa keyingi videolarda pensiya, nafaqa, imtiyozlar va hujjatlar bo'yicha eng muhim masalalarni sodda va aniq qilib tushuntirishda davom etaman.